Bobur aka, yurakka foydali bo'lgan 5 mahsulot haqida bilasizmi? Harakat qilaman. Mevalar. Mevalar, anor, qorag'at, malina kabi mevalar antioksidantlarga boy bo'lib, qon aylashini yaxshilaydi. Bularni men 3-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Quruq mevalar. Quruq mevalardan yong'oq va bodomni 2-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Bularda to'yinmagan yog' kislotalari va yurak qon tomiri uchun foydali mahsulotlar juda ko'p. Don mahsulotlar. Don mahsulotlarini 4-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Bular tarkibida kletchatka saqlaydigan mahsulotlar ko'p bo'lib, bular ichakdan xolesterin so'rilishini qiyinlashtiradi. O'simlik yog'lari. O'simlik yog'lari, zaytun yog'i va kunjut yog'ini 5-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Bularning tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari juda foydali. Faqatgina paxta yog'i bundan mustasno. Baliq mahsulotlar. Baliq mahsulotlarini 1-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Uning tarkibida ham to'yinmagan yog' kislotalari, ham fosfor, yurak qon tomiri tizimi uchun juda foydali elementlar ko'p bo'lgani uchun uni lekin parda pishirib, qaynatib iste'mol qilinsa, foydali xususiyatlari ko'proq bo'ladi.